Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar va viloyatimiz aholisi. Sizlarga Mikrokreditbank Sirdaryo viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan 2025-yil 10 oyligi davomida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha murojaat yo'llamoqchiman. Mikrokreditbank Sirdaryo viloyat hududiy boshqarmasiga biriktirilgan 24 ta mahallada faoliyat olib borish uchun 7 ta mahalla bankiri shtati ochilib, malakali mutaxassislar bilan butlandi. Shuningdek, mahalla bankirlariga ko'maklash uchun har bir mahallaga bittadan jami 24 nafar yordamchi agentlar shartnoma asosida yollandi. Bankimiz tomonidan sayxunova tajribasi asosida 961 ta mikroloyihalar amalga oshirilib, buning natijasida 1922 nafar yangi ish o'rinlari barpo etildi. Bayovut, Sirdaryo va Xovos tumanlarida 250 ta xonadonlarga 619 milliard so'm loyiha paketlari yetkazib berildi. Bundan tashqari, aholi bandligini ta'minlash maqsadida kichik biznesni qo'llab-quvvatlash, biznesga birinchi qadam, mahalla biznesi, mening mahallam loyihasi asosida kredit mahsulotlari ajratib kelinmoqda. 2025-yil 10 oy davomida kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash dasturi asosida 37 milliard so'm kredit mablag'lari ajratilib, 1387 nafar yangi ish o'rinlari barpo etildi. Biznesga birinchi qadam va mahalla biznesi mahsulotlari orqali 9.5 milliard so'm miqdorida kredit mablag'lari ajratilib, 529 nafar yangi ish o'rinlari barpo etildi. Mening mahallam loyihasi asosida 41.8 milliard so'm miqdorida kredit mablag'lari ajratilib, 982 nafar yangi ish o'rinlari barpo etilishga erishildi. Shuningdek, 3 tajribasi asosida tadbirkorlar bilan 90 ta uchrashuvlar amalga oshirildi. Buning natijasida 384 nafar ish o'rinlari barpo etildi. Bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida 60 gektar maydonda 120 nafar ishsiz yoshlarga ajratilgan yer maydonlarda birinchi va ikkinchi ekindan yuqori daromad keltiruvchi poliz ekinlari yig'ishtirib olindi. Har bir ishsiz yoshlar o'rtacha 50-55 million so'mgacha qo'shimcha daromad olishga erishildi. Bankimiz tomonidan 2025-yil 10 oy davomida 5060 nafar ishsiz fuqarolar ish bilan band qilindi. Shu bilan birga 5674 nafar ishsiz fuqarolar tadbirkorlikka jalb qilinib, bandligi ta'minlandi. Qatorda joriy yilning noyabr va dekabr oylarida 26 milliard kredit mablag'lari hisobiga jami 1219 ta ish o'rni yaratilish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, joriy yilning 19 noyabrida Muhtaram Prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini oshirish bo'yicha tijorat banklariga bir qator ustuvor vazifalar belgilab berildi. Jumladan, sayxunova tajribasi asosida 1040 ta mikroloyihalar amalga oshirish rejalashtirilgan. Bayovut, Sirdaryo va Xovos tumanlarida 24 ta mahallalarda 240 ta xonadonlarga loyihalar paketlari yetkazib beriladi. Bundan tashqari, 2026-yilda aholi bandligini ta'minlash maqsadida kichik biznesni qo'llab-quvvatlash, biznesga birinchi qadam, mahalla biznesi va mening mahallam loyihasi asosida jami 151.9 milliard so'm kreditlar hisobiga 13456 nafar yangi ish o'rinlari barpo etilishi rejalashtirilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.